ko'zlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Davronimga oshno qancha odam bor. Atrofimda xasislaru xotam bor. Otasi bor, shavkati bor deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar, nafasidan ufuradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Xudoim g'olib cho'qqalarini zabt etar, duo qilsa dilni qayg'u tark etar. G'animlarim tuzog'idan omonman, men otamdan boyman chunki otam bor. Yetib borar qay cho'qqini ko'zlasa, hikmat yog'ar yuzlaridan so'zlasa. Dushmanlarim tirnoqdan kir izlasa, men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lim bor deb ko'ksin kerib yursin-da, minnatlarim rohatini ko'rsin-da. Onam bilan birga davron sursin-da, men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lonlarim qo'sh qanotim desinlar, tinmadilar endi rohat ko'rsinlar. Onam birla davron surib yursinlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Hofiz otam, hikmatlarga boy otam, qo'li ochiq mudom xotam toy otam. Ne desangiz deyavering ming shukr, men otamdan boyman chunki otam bor. Davronimga oshno qancha odam bor. Atrofimda xasislaru xotam bor. Otasi bor, shavkati bor deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar, nafasidan ufuradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Xudoim g'olib cho'qqalarini zabt etar, duo qilsa dilni qayg'u tark etar. G'animlarim tuzog'idan omonman, men otamdan boyman chunki otam bor. Yetib borar qay cho'qqini ko'zlasa, hikmat yog'ar yuzlaridan so'zlasa. Dushmanlarim tirnoqdan kir izlasa, men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lim bor deb ko'ksin kerib yursin-da, minnatlarim rohatini ko'rsin-da. Onam bilan birga davron sursin-da, men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lonlarim qo'sh qanotim desinlar, tinmadilar endi rohat ko'rsinlar. Onam birla davron
ummatim hamroh, nasib aylasa Alloh. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belin sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Shu o'y tark etmas meni, bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Çorakani 80 yoshlardan chin yurakdan mahalladan tabriklayman. Armon belin sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Avvalambor xush kelibsizlar Shariflar xonadoniga, Chora akani uylariga. Hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Shu o'y tark etmas meni, bu fursat kutmas meni. Tavob qilib Makkani onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llari quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman.
Ölüm haktır bütün Abiyerim dodadı. Anne bir olacak. Sponsor mübarek olsun. Mübarek olsun. Bizler de kılın. Kayfiyat yaxshimi, zo'rsizmi, sog'lom? Bolalar bari yaxshimi? Yaxshimisiz? Kun issiq kun. Sizlarda ham issiq? Juda ham. 2 kundan beri 3 kun yetir bo'lmaydi. Qurilishlar karimlar ishlagan. Yok, kapırmaya bak, benim için yaptı. Bu çok uzun çıkıyor. İlk kişi girme dekabrda kettiler. Men nima ketdi? Ya faydadan oluyor senin. Güzel, selamun aleyküm.
Bishkat puchush ba kelan salom. Bachiano yujiyam bachi ko kelan salom. Baxtdoyo akayo tuyo yango hamkirishtan jam jamoat akhoni ko ba kelan salom. Baxla taxla shaw bachim ajoy aftagit otoyo. Bachi kata bardashta kamul amoni tarat qildi ke chinda nas. Baxla taxla shavito. Shoma bito. Tagoton ro da koy narxla birosh. بیتون با کاملا استفاده خواهی ندانستیم بکن اومدم این دارم چه گوشم رفتیم خاک ندیدیم پشت گیده پشت همچنین من آقام بود کشک کتانه جدا بودی
Xursand istim, qani o'sha vaqtda chekib to'y shaqirib, qani rahmat aytacak. Kelin qarayib muborak shahar.
اومدید تو سرم بجا تو سرم کجا سرم همینجا ای بچه چی اومد گیب سر چی کشور دوستم وقتی ای تابو باید ببینم شب اومد سرم اویم ایرمک کروسی یکی نشی ریتون کد نونوی مایدم ریتون کشیتون یک سال شد بردگون سرم کفاکش مچ سبلینی زمان آخری کالسی میلیون دادم سرم مدرد سری بسیاری واردو داری دستان داشتی کالسی 3 میلیون کفاکش سرم دو موتوری تو سرم چه سرم همه خوری تو خالدی دیدم سوس پاکیت شد قش بخوری سرم افتاده سرم نبی هموشون سرم سلطان از کنی صاحبی پونزن اینا خیلی تمام کردن بس تلفن کردن میپرسیدن دم بدن باید عرق کردن درد پای درد میان Video baktın? Çöplerden mi? Çok diyor, aynı tarafı mı? Çok güzel. Gidip ne kadar içine yapalım. Şunu yapayım.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على كل حال. أما بعد bütün borlukta yaratib, bizlarni inson qilib mukarram yaratgan, mahlukotlarning afzali, akram qilib qo'ygan, iymon, islom ne'mati ila bizlarni ne'matlantirib qo'ygan Parvardigor olamga benihoya hamdardimiz, maqtovlarimiz bo'lsin. Rasulimiz, Nabiyimiz, Habibimiz, qiyomat kunida shafaatchimiz Sarvar-i koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellem'e durud salomlarını olsun, salatlarını olsun. Muhterem cemaat, mübarek günde oyun yaklaşanların münasebetinden Başlayacakki hakiki muhabbetler bizden oldun insan kılır asadakatun burhanun dediler. Namaz nur, yorug'lik dunyoda ham oxiratda ham insonni qalbini, yuzini, dilini ravshan qiladi. Qalbiga surur soladi, ko'zatchilik soladi bu jamoat. Allah Taala insonni yaratdi. Mana bu o'rma hayot xolancha yashab qo'ymadi. Allah Taala haqqa chaqirdi. Payg'ambar yuborib, kalomullohni yuborib bizni haq yo'lga ihdinas sirotal mustaqimga chorlab, bizga o'zi qanday ibodat qilishimiz kerak, qanday yurishimiz kerak, qanday turishimiz kerak hammasini ta'lim berdi. Allah kalomida, yana Rasulullohning sunnatlarida insonni dunyo saodati, oxirat saodati uchun kerak hamma narsa aytilgan, biror narsa qolmagan. Muhtaram oxirgi oyat nozil bo'ldi payg'ambarimizga Hajjatul Vadoda, yagona hajda Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Qutlar aytibki, bugungi kunda dedi dinimni mukammal qildim dedi Parvardigor. Dinda biron bir kamchilik qolmadi. Hammasini mukammal qilib sizlarga shariatni, islomiyatni sizlarga yetkazib beradilar. Atmamtu alaykum ni'mati, ne'matimni sizlarga to'liq qilib berdim dedi Parvardigor. Va raditu lakum islam dina. Sizlar uchun islom diniga rozi bo'ldim dedi Parvardigor. Darajama dinimizda kamchilik yo'q. Mana 15 asr bo'lyapti, qancha vaqt o'tdi, ilm fan rivojlandi, taraqqiy etdi. Shu vaqtgacha biron bir kishi dindan, o'z shariatimizdan, islomdan biron kamchilik topgan emas. O'rgangan sari ular ojiz qolib, o'sha professorlar, olimlar hammasi islomni qabul qilyapti. Qur'on o'zib ketyapti. Ilm fan rivojlangan sari Qur'onning mo'jizasi qaynab buloqdan chiqyapti. Shu mutarajamat mana bu o'sha islomda bo'lishligimiz qalbimizda iymon nuri burqab turishligi, Allohga bo'lgan e'tiqodimiz, ishonchimiz katta ne'mat, katta daraja, katta maqom mutarajamat. Rasulullohki haqiqiy baxtli inson dedilar. Tirikligida haqiqiy o'sha o'zi yo'lini topib,
o'sha yo'lda mahkam turgan inson dedilar, haqiqiy baxtli inson dedilar payg'ambarimiz. Muhtaram jamoat, va bu ma'ruza bo'ladigan ma'rakada odob borda, umuman gapirish, mola ya'ni angma o'sha ma'ruza qiladigan vaqtda mumkin emasdi. Har bir narsada odob bor. Biz aytadigan suhbat biz gapimiz emasdi. Alloh kalomi, biz Alloh kalomidan, Qur'oni Karimdan baho bilganimizdan gapiramiz. Rasulimizni sunnat saniyalaridan, hadisdan gapiramiz. Shunga shu bu vaqtda gapirishlik, pichircha bir gapirishlik holat mumkin emasdi. Rasulullohning davrlarida ham juhudlar, Rasululloh bir mavzu turgan vaqtlarida, bir haqiqatga chorlab turgan vaqtlarida ham bir bilan pichir qilib, shu hangama qilib jig'larga tegaydi. Shu hangamani bo'lishga harakat qilaydi, Rasulullohning gaplarini bo'lishga harakat qilaydi. Shundan keyin agar bizlar shunaqa qiladigan bo'lsak, o'sha qavmlarni qo'lamizda shu ixlos bilan opalarimizdan iltimos qilamiz. As-solatu nurun va sadaqatun burhan dedilar. Namoz nur, yorug'lik, dunyoda inson egasini, o'sha sohibini qalbini roshon qiladi. Jamoat namozxonda besh ado qilgan kishining yuzida nur bo'ladi. Allohning nuri, o'sha nuri, namoz nuri. Erta qabrga kirganda ham o'sha qorong'u zulmat bilan bir yo'rayotgan narsa namoz muhtaram jamoat. O'sha hammamiz mehmonmiz. Ertadan o'sha Alloh so'ziga yo'liqamiz. Ibodat bilan ketgan kishi, namozga ketgan kishi qabr nuriga to'lib, qabr keng bo'lar ekan. O'qigan namozlari, o'qigan sadoqatlari, yaxshi ehsonlari qabrda chiroyli maxluq sifatidagi hamdashim bo'lar ekan. To qiyomatgacha. Rasululloh aytdilarki, Abdulloh ibn Umarni boshlarini silab nasihat qildilar. Ey bolam dedilar, banda dedilar tirikligida bir ortiga nazar solsin. Nima uchun keldi bu dunyoga, bu olamga? Qay ketyapti? Maqsad nima? O'sha haqiqatni anglasin. Safar uzoq dedilar Rasululloh. Zod rohlan dedilar, ko'proq yeb olsin dedilar. Men bu dunyoda yashasak bir uzoq bilan 50, 60, 70, 80, 90, 100 uzog'i shu. Lekin o'sha Alloh huzuriga, o'sha qabrga qo'yilganda o'ta ko'p yotiladi, to qiyomatgacha kutiladi. O'shanga dedilar, ozuqa kerak, zaxira kerak. Shu zod rohlan ko'proq yeb ol dedilar Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Shu bu dunyoda yashaymiz. Bir yil, 2 yillik mana jamlab qo'yamiz. Isklar omborlarga yoki qishga yaqinlashganda qishga zohir rohlar yig'amiz. Oziq-ovqat. Shundayki oxiratda o'sha zohir rohlasi, namoz, sadaqat, amal solihlarimiz, yaxshiliklarimiz zohir rohlar bilan ta'minlanadi. Va sadaqatun burhan dedilar, sadaqatlar hujjat dedilar Rasululloh. Qilgan sadaqa ihsonlarimiz hujjat bo'lar ekan, bizga qilgan amallarimizga hujjat bo'lar ekan. Va bu dunyoda ham yo'lda chiqsak, mashina hujjati, pravasi, o'sha pasporti bo'lmasa, g'ay xodim ushlab qam qo'yadi. Shunday erta oxiratda ham o'qigan namozlarimiz, amal solihlarimiz, bizga qilgan amallarimiz hujjat bo'lar ekan. Rasululloh xonadonlarida bir jonliq so'yildi. Rasululloh o'sha vaqtda aytdilarki, tarqating dedilar. Kambag'al yetimsizlarga. Qaytib kelib so'radilar, "Yo Oysha, qanchasi qoldi?" dedilar. Aytdilarki, "Bir kutni saqlab qoldim" dedilar. Aytdilarki, Rasulimiz o'sha bir kutni bizga nasib qilmabdi dedilar. Muhtaram jamoat, o'sha boshda aytdiki, o'sha mavzuning boshida mo'min haqiqiy moli o'zidan oldin haydab ihson qilgani. O'sha mana choribog'imiz ham
bor yoshga kelganlarga shukronasiga bizni chaqirib ihson qilib, Alloh yo'liga shukrona ihson qilib turibdilar. Alloh taolo bu qiladigan ihsonlarni, ajrini, mukofotini bersin Parvardigor. Oxiratda dastgirlik qilsin, ulug' darajalarga, ulug' maqomlarga Alloh muyassar qilsin Parvardigor. Muhtaram jamoat, bizning shariatimizda, islomda ota-onalarga yaxshilik qilishlikka buyuriladi. Qarigan chog'da ular toplaydi, xizmatini qilib, duosini olmagan farzand xor bo'lsin. Jabril Amin farishta payg'ambarimiz olib keldilar, juma kuni xutba chiqarganlarda. Qaysi farzand ota-onasini tirikligida topib, ular qarigan chog'da xizmatini qilib, duosini olmagan farzand xor bo'lsin, burniga ish qarasin deb aytdilar. Rasulimiz amin dedilar. Shuning uchun ota-onalar bizga eng buyuk zotlar, ularda xizmatlarda bo'lib, qariganda parvona bo'lib, yaxshi ko'ngillarni topib, qanday bo'lmasa ko'ngillarni topib duolarni olishligimiz bizga vojib ekan muhtaram jamoat. Mana bu bizni yorlarda qariyalar uyi kecha yaqincha bo'lmagan, bu yaqinda paydo bo'ldi. Qanday holatda masin uyda parvarish qilib, to o'sha katta hovliga ikkiga birga o'sha aholida safarga ketganlarcha xizmatda bo'lib, parvona bo'lib, tozalab, butun xizmatda bo'lganlar. Lekin mana hozir muhtaram jamoat, qariyalar uy paydo bo'ldi, ayrim farzandlar ota-onasini qariyalarga topshiryapti. Katta musibat bu. Bizni mana bu diyorimizga, bizga musulmonlarga munosabat narsa muhtaram jamoat. Alloh taolo Qur'onda al-ihson va li-validayni deydi. Ota-onaga yaxshilik qilin deydi. Ularga xorlik qanotini yozgin deydi. Ularda oldida o'tirganingda tik boqmagin. Ularda hurmatlarni qilgin. Ularda oldida baland tovushda gapirmagin. Yana aytadiki, Alloh taolo uffillakum deydi. Ularda oldida uf tortmagin deydi. Bolamga og'irsinib qoldim deb, ko'klar, yuraklar og'riydi deydi Parvardigor. Lekin ota-onaning oldida o'tirganda xorlik bilan bechora deb bir butun boshi osmonga yetgan bo'lsa ham, ota-ona oldida kamtar bo'lib, bechora bo'lib, shu ota-onaning xizmatida bo'lib, hurmatini qilib turishlik, bu bizning shariatimiz, dinimizning ko'rsatmasi muhtaram jamoat. Alloh taolo qayta-qayta Qur'on Karimda oyat o'qildi, yaxshilik qilin ularga deydi, xorlik qanotini yozgin deydi. Ularning oldida boshini baland tutmagin deydi. Ko'pollik dag'alik qilmagin deydi Parvardigor. Chunki bizni dunyo kechishimizda sabab bo'lgan ulug' zotlar, ota-onalarimiz, ularning duosi bilan inson ko'karadi inshaalloh. Ota rozi, Xudo rozi. Otaning g'azabi, Xudoning g'azabi deydi. Rasulimiz hadis muboraklarida osmondan tushsa Iso qilsa haqqingga duo, to otang rozi emas, tavbang qabul bo'lmas seni azlarimiz. Iso alayhisalom osmondalar, o'sha kishi tushib deydi, sanaqa duo qilsalarim deydi, agar ota-onang norozi bo'lsa, shu duolar qabul bo'lmaydi. Chunki o'sha hattoki Iso alayhisalom duolaridan ham ota-onaning duosi afzalligi o'tirilyapti. Shu yoshlarimizga nasihatimiz shu, ota-onalarning xizmatda bo'lib duosini olsa, dunyo ham obod bo'ladi, dunyoda ham bir farovon, chiroyli hayot kechiradi, oxiratda ham ulug' darajat, ulug' maqom. Rasulullohki al-jannatu tahta aqdamil ummahat dedilar. Jannat onalar oyog'i ostida dedilar payg'ambarimiz. Onalar, otalar oyog'i ostida jannat. Dunyo saodati, ikki dunyo saodatining birdan bir najoti ota-ona roziligi, onaning roziligidan jamoat. Parvardigor olam mana bu akalarimizni, Fahriddin akamda akalar, akalar xoslarida bu ihsonlik qilib, bizni sizni yig'ib isoq tutlar otilib, insonlarning dargohida qabul bo'lsin. Chorbog'imizdan ularni uzoq bo'lsin. Mana shu 100 yoshga kirganlarda ham shunday bir jam o'tirishimizni Alloh nasib etsin Parvardigor. O'zi dunyo oxirat ulug' maqbul darajalarga muyassar eylesin. Muhtaram jamoat, har bir anjuman Alloh kalomi bilan, tilovat Qur'on bilan boshlansa inshaalloh
o'tganlarimizga ham parodarga bag'ishlaylik, o'zimizga Alloh Qur'ondan Allohning nuridan, kalomulloh nuridan bahramand bo'linadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على روح سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله آمين بسم الله الرحمن الرحيم تلاوة قرآن حلاوة إيمان حشنود الرحمن مبارك فضيلة ذكرنا إخراج إدخادنا الله أجد له فضيلة له بركات له پدر بزرگوارlarni muborak yosh 80 yoshga kirganligi munosabat bilan qiladigan ishxona ehsonlaridan o'qilgan xatm Qur'onlardan qilingan ma'uzalardan hosil bo'lgan ajri savoblardan 18 olamda yaratib barchalarimizni musulmon inson qilib yaratgan o'ziga yana toatda ibodatda qo'ygan Parvardigor olamda roziligiga
Cemiyetke peygamberler, nebiler, mursaliller, Adam Safiyullah, babahanemiz Nuh, Nebiyullah, İbrahim, Halilullah, İsmail Zabihullah, Musa Kerimullah, İsa Ruhullah, Davud Halifetullah, Hatamın Nebiyin server kainat, kıyamet günde şefaatgahımız, Nebiyimiz, Habibimiz, Süyüklümüz, şefaatçimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de ruhlarına hediye ettik. Çahar-ı Nizam, sahabegan ikram, tabi'at tabi'in, hulefâ raşidin, cemiyetki evliyalar, veliler, buzullar, pir ustadlarımız, şu mazmekada evvelin, ahirin ülkelerinde, haradan sahabelerini, ötki ata cemaat, ana cemaat ülkelerini, ötki hiç akrabalarını, itibşlerini, çorbamızı, pedagoglar ve muhteremelerini, itibşlerini Allah'ım, ruhlarını şad, kabirlerini kim muasır eylesin, yeter joyları pünür eylesin Allah'ım, rahmetine, mağfiretine olsun, mübarek günde kılıngan ihsallardan, okunan hatm-ı Kur'anlardan, kılıngan meavizelerden, savablardan, ruhları bahremen olsun, ruhları şad olsun. Hadi cemaatlerimizden hem doğada kılmışken barchalarımızı, ata cemaat, ana ülkelerimizi, hiç akrabalarımızı Allah'ım ruhları şad eylesin, yeter joyları pünür eylesin Allah'ım, rahmetine, mağfiretine olsun. Hadi ben xodamga islom chirog'ini, iymon chirog'ini davr qiyomatgacha o'zim munavvar tasavvur. Nurini, fayzi, futuh, barakotlarini Alloh yod etsin. Dunyo oxiratda ulug' maqom, ulug' darajalarga muyassar aylasin. Parvardigor yurtimizni tinch, osmonimizni safo aylagin. Xalqimizni farovon ziyoda ayla Parvardigor. Parvardigor rizqimizni haloldan Parvardigor haromdan ishlab qilsin. Alloh barchalarimizni Alloh taolo haqqiga adashirmasin. Ihdinas siratal mustaqimda sovg'alar bilan bir-birimizdan mehr muruvvatda, mehr oqibatda hayat güzel qilishimizni nasib etsin Parvardigor. Xonadon ahllarini qalblaridagi barcha yaxshi niyat, ezgu niyat, talab maqsadini hosil eylesin Parvardigor. İki dünya nimetlerine müşerref eylesin Allah'ım. Kulli bala afetlerden, bala kazalardan, bala nagahullerden, semavi, arazi afetlerden, türlü sefer hatarlardan, köze görünmez balalardan Allah Teala üstüne asasın şu dünyadan, bütün dünyada kimseyi hodlayacağım, yurtumuzdan Allah üstüne balalarını kurtarır Allah. Köze balalarını kurtarır Allah Teala halkımızda faravon ziyade eylesin. İki dünya nimetlerine müşerref eylesin. Rabbena hablana min azvacina ve zurriyatina qurrata a'yun vec'alna lil muttaqina imam. Allahümme yessir ve la tuassir. Hatmim lana bil hayr bi rahmetike erhamer rahimin. Parvardigor dargohida qabul qilsin, xayri bir dastga oxirat bo'lsin. Oxatda osh sutsizlar. Men Chorakani 80 yoshlari bilan chin yurakdan mahallamiz nomidan tabriklayman. O'z nomimdan tabriklayman. Shu yerda o'tirganlarning ayrimlarining nomidan tabriklayman. U kishiga uzoq umr, sog'lik tilayman. 80 dan sakrab, 90 ga to'qnashib, 100 ga yuzlashib, 200 ga yetsinlar. Amin. Choraka o'qishni tugatgandan keyin Nuratomizda davlat ishida fidokorona ishladilar. Ko'p bosh oxirigacha Agropromda ishlab pensiyaga chiqdilar. Mana bugun pensiya yoshdalar. Mana tanali 80 yoshlarni hammamiz nishonlayapmiz. U kishiga sog'lik tilaymiz, yana uzoq umr tilaymiz. Bola chaqalar amon bo'lsin. Shu 100 yoshga kirganda shu hammamiz yig'ilib yana shunday tantanali tabriklarni aytib o'tiraylik. Choraka sog' salomat bo'ling. Bolalarda rohatini ko'ring, nabirlarda, adirlarda rohatini ko'ring. Sizga shifo tilaymiz. Allohimdan. Qani bir omin qilinglar, shu kishiga shifo berib, sog' salomat turib kelsinlar. Hamma amin. Parvardigor o'zing g'afur rahim mehribon bo'lsin Parvardigor. Chorbog'imizlarga shifo berib, sog'ayib, yoshlarimni Alloh taologa jamoatga qo'shilib uchun nasib eylesin Parvardigor. O'zingga oson Parvardigor. Innallohu ala kulli shay'in qodir. Har ishga qodir bo'lsin Parvardigor. Ko'p duo ko'p doktorimiz Alloh taolo darlarga shifo bersin.
Meselelerden dertten faruk kılsın. Fazallerde, nivelerde huzur halavatını, baxt, taht, rahatını köpüşün nasip üzere sıfadıgar. Kalplerin imanırla, Kur'anırla, öz nuru amalıyla münavver sıfadıgar. İkniyo ni'melle, ikniyo bahtike müşerrefsin. Allahümme iftah lana abbabel inayat ve li keramat ve fiq lana fil rizki vel hasanat bi rahmetike ya rahmer rahimin. Bunda yala kunito. Dünya faş işlerge to'ldi, qiyomat nuri so'ldi, qiyomat yaqinmi deymanda, yolg'onga kuldi-ku bozorlar, yolg'onga kuldi-ku bozorlar, bunchalar ham kuldir azorlar, toshlarga kuldi-ku mozorlar, qiyomat yaqinmi deymanda. Otaga qiz quloq solmaydi onaga, kim xor qildi kim zor bolaga, qiyomat yaqinmi deyman yo'qdir dillarda, saxovat qolmagan qo'llarda, qiyomat yaqinmi deymanda, yaqinmi deymanda. Amal qilmas kulga bo'lmaydi zinoga, maylichib ko'zin xor qilgan nisyon, xudodan qo'rqmaydi zinoga. Hali bo'lmasin qiyomat, Alloh bizga bergan imkoniyat. Hali bo'lmasin qiyomat, Alloh bizga bergan imkoniyat. Dünya aslı o'yin ekan, tashlab ketar yeri. She'ru yo'lbars boqqan bilan, shon shuhratga boqqan bilan. Tadbirlar o'tkazildi. Sizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, quvvat xalqimiz uchun nimaiki iltimoslar bo'lsa, hammasini quvvat berib, shularni o'tkazib turib, o'zing dadangiz sog' salomat bo'lsin, u kishini palonda hamisha sog' salomat bo'lsin. Nima orzular, niyatingiz bo'lsa, hammasini yetkazsin, har xil ofat, Assalomu alaykum aziz va muhtaram qadrli mehmonlar, mezbonlar. Avvalambor xush kelibsizlar Sharipovlar xonadoniga, Chora akamning uylariga. Bugun eng ajoyib, hayotning eng chiroyli lahzasi. Bugun yubiley, bugun tug'ilgan kun.
Mana Chora akamning 80 yillik bayramlarini birga o'tirib nishonlayapmiz og'aynilar davrasida. Fursatdan foydalanib shu xonadonni hurmat qilib kelgan hamma do'stlarga, birodarlarga minnatdorchilik bildirgan holda shuni aytmoqchimanki, Chora akam 40 yillik bank faoliyatida juda xalq uchun, vatan uchun ajoyib mehnat qilib, o'zini ko'rsatib, bir yigitga Xudoyim taolo nimaiki berishi lozim bo'lsa, hammasini Allohdan qabul qilib olib, shunday jannat makon bir mamlakat, vatan, mana shunday hovli yaratib, shunaqa farzandlarni 6 ta farzandni katta qilib, mana shunaqa davraga o'tkazib, davrabob qilib, hammasini ma'lumotli qilib, nimaiki Xudodan tilagan bo'lsa, Xudo hammasini berdi. Mana shu kunga yetib keldilar birgalashib. Shunisiga shukr. Sog'liqlari bundan ham mustahkam bo'lsin. Baquvvat bo'lsinlar. Kayfiyatlari a'lo bo'lsin. Atroflarida shunday ajoyib yigit qizlar bor, og'aynilar bor. Boshimizda shunday Allohimiz bor, podshohimiz bor. Bundan zo'r, bundan yaxshi hayot bo'lmaydi ham. Yana bor sizlarga hammalaringizga rahmat aytaman. Xush kelibsizlar. Mana bugun davrani ochiq deb e'lon qildilar. Rasul aka shu yerda o'tiribdilar. Bahuzur damni olib, chiroyli o'yin kulgi qilib, faqat tabassum ulashib, bugun dam oladigan kun. Davrani yaxshi o'tkazasizlar degan umiddaman. Hamisha mana yomon kunimiz shunday bayramlarga to'la bo'lsin. Yana bir bor xush kelibsizlar. Hammalaringizga rahmat. Marhamat. Jo'shdan kelgan tog'amiz Xolmurodjonga beramiz. Aziz mehmonlarning bir otaxoni sizlarni bir tabriklab, akamni ham tabriklab, davrani chiroyli davom ettiramiz degan umiddaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, aziz qarindoshlar. Mana bugungi ajoyib kundi, unutilmas bir kundi eshitib, bag'oyat xursand bo'lib, mana shu tantanaga qatnashayotganligimizdan bag'oyat xursandmiz. O'ziga shukrki, mana Xudo mana shunday bir jiyanimiz Chora akamizni mana bugun eng bir oltin yoshlari, ulug' yoshlar. Qaysi kim mana shu yangam bilan yashaganligini ham masalan sharaflaydigan bo'lsak, o'sha 50 yildan ko'p yashaganlarning to'ylari oltin to'y bo'ladi. Bu qoidada bor. Bu to'yda o'tkazish mumkin jihatlari bor. Mana shunday to'y ham deb bilsak bo'ladigan ishki, qaysi kim hayot yo'llari namunali oila. Ana shunga bosh bo'lgan Chora akamda hamma ishi doimo ibratli bo'lib kelgan, hamma ishida har doim mamnuniyatli bo'lib kelgan. Otam ayniqsa katta otam, handamatom, otam doim faxrlanib yurar edi. Mana shunday jiyanim bor Nurotda deb, qaysi kim mana shu kelganda, ketganda har qanday ishiga o'zi chopib, yugurib, hamma tomonni qilib berib, doim xursand qilib yurgan tog'alarini. Shuning uchun mana Xudo gamin qatla shukrlar aytamiz aytgandayin. Albatta bundan buyog'iga ham mana 80 emas, 90, 100 tug'ilgan kunlarning barchalarida ishtirok etish nasib etaversin. Kelaylik shu yaxshi kunlariga. Mana bugungi kun bilan albatta mana Chora aka farzandlari Baxtiyorjon, Bahodirjon, Faxrijon, Aslijon, Nodira, Nigorolarni chin qalbdan tabrik qilaman. Qaysi kim mana Kamarbasta doim yonida yurib kelayotgan mana mehribon bolaka sizlarning ukalarni ham, Solakani ham, malohatni mana shunday ulug' kun bilan tabrik qilaman. Albatta shu bosh bo'lib yursin, hamisha to'y tomoshaga bosh bo'lib yursin, qatnashchi bo'lib yursin. Nevara, chevaralar bo'lgan. Bundan keyingilari ham yaqinda bittasini atmichat qilibdilar. Yaxshi kunini yevara bo'lsa kerak. Bundan buyog'i ko'p bo'lsin, ko'paysin har doim. Mana shu yaxshi kunlarda duokash bo'lib, to'yda boshida, xursandchilik boshida yuraylik. Biz faqat yaxshi kuniga kelaylik va bundan buyog'i ham baxt saodat tilaymiz akaga. Uzoq umr tilaymiz, yuzlarga kirib yursin. Hatta bu o'ydaman. Shuncha gapga marhamat olib. Bosh bo'lib yuring maraka kuyga. Onlarning huzurlarini ko'ring. Ana. Ko'shing. Gam bilan qo'shatar. Ana,
Suyunu ketiramanızda Jalil. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr Kabutarning maktubini darrov borib yorayedir Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr Kabutarning Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr Kabutarning maktubini darrov borib Kara göz bakmaga, malımını aytmaga Hey kara göz bakmaga, bir gapingni aytmaga Hey! Sana manzil makoning shakkar bol ichida Men burovda yetarman olma anor ichida Yursatib anjir olma ko'nglima ko'zing o'ynatib qo'ymani g'amim olma Naya bizni yondirib boqmaysan quvontirib Qara ko'z boqmana ma'lumini aytmana Qara ko'z boqmana bir gapingni aytmana Yazsayın bir baksın edasını Naya bizni yandırıp bakmaysan kulağını Kara göz bakmaga, malımını aytmaga Hey kara göz bakmaga, yaptığını aytmaga
seni, yanına insanı. Bunca kıynadın beni, şunca kıynadın beni. Kapılın gece gece, sızlarınge yağlayacak. Kapılın gece gece, sızlarınge yağlayacak. Milyon milyon kızlarım, hey milyon milyon kızlarım. Buruzungi yetmeyecek, buruzungi. Yanına değin seni, şunca kıynadın beni, şunca kıynadın beni. Yasız gelin, yaman bari. Yasız gelin, yaman bari. Gülümsüz alışapsız, yüreğimden apaksız. Gülümsüz alışapsız, yüreğimden apaksız. Hayalimden habraksız, hayalimden habraksız. Yasız gelin, yaman bari. Yasız gelin, yaman bari. Gülümsüz alışapsız, yüreğimden apaksız. Gülümsüz alışapsız, yüreğimden apaksız. Hayalimden habraksız, hayalimden habraksız. Yasız gelin, yaman bari. Yasız gelin, yaman bari. Hey! Masını orta yolda kaldırır, parçasını orta yolda kaldırır be. Lupu lupu, lupu lupu, lupu lupunu sen sana irkelem. Erkelem, başıma güdersen bike bikelem. Çekmeleri yapanları uyma, kırmızı dağlara gerekmez bu ya. Çekmeleri yapanları uyma, kırmızı dağlara gerekmez bu ya. Ağlasın açamın doldurup durmanı, ağlasın açamın doldurup durmanı. Tuğru turmalatın bunu. Sen sana bir kere başıma gidersen bir kere. Chilakov. Chiqsang? Chilakov sen. Odamlarga to'laqonda sangre ekan. Ro'shak. Unchi bunu okuyun. Ebarayım mı onu yap? Nerede kitabı? Ahı. Hey bak.
Her namasında nazım, özel kulunda sazım. Her namasında nazım, nazısına iş kazım. Küzü kumar küyler, çıtıklı ta küyler. Nazısına küyler, çıtıklı ta küyler. Aha hey, aha hey, aha hey, küzü kumar küyler. Hem sanatın baharım, güler gül kumarım. Hem sanatın baharım, aytıp gülde varım. Gül yüzlüge aküler, gözü yıkma aküler. Aytıp gülde varım, gül yüzlüge aküler. Gözü yıkma aküler. Aha hey, aha hey, aha hey, gözü yıkma aküler. Eğilmegen uzunday, ahengeri sözümday. Eğilmegen uzunday, ahengeri sözümday. Müsebbe yıldızımday, yavrugen saküler, gözü yıkma küler. Müsebbe yıldızımday, yavrugen saküler, gözü yıkma küler. Aha hey, aha hey, aha hey, gözü yıkma küler. Furkatin öldürür merhaba
yashirmadim rahmi xudo chigi chigi Kimsin qoshqa dinamizda ko'ngilsiz ayladik Sirli havola jonimizga chigi chigi Oy yuzingizni ko'rgani o'zgaga solmadi nazar Turdim o'shandan edigin bizga shifo chigi chigi Ey chigi 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 Qurqating o'ltirur meni marhabo chigi chigi Ko'nglim olib yashirmadi makri xudo chigi chigi Qurqating o'ltirur meni marhabo chigi chigi Ko'nglim olib yashirmadi makri xudo chigi chigi Burak şöyle. Yakta rasım karamaşlar. Ese şunun ne? Saat kadar. Diyoruz. Yeki şon parti. Ha ha.
Kamakak go'shtidan qaytag'oq. Muborak shud. Sabr darik, dar o'sha. Peshlik dar bilan aynam Video bak. Videoda men 5 video bak. بدارم همشون درست شود اونک سرام بد گردم مایره هم توش باشن هم صبح سلامت گشتنگشون صبح خدا با شکر همش بایم جلیوشون مبارک شود سر بدارم سلام گید اونی والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Allah subhanahu hamd ve sanalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durud ve salavat olsun. Şevval ayının bir fadlatı, şerbetin dağlar kabul kılganda. Bana endi büyük zor, hammamızın hurmatlı dostlarlardan en kattaları Şerif-i Çoraka poçamızın bugün tavallud kunlarini 80 yoshga kirdilar. Bu kishiga uzoq umr, sa'at, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, baxt, saodat tilaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Allohdan hamisha so'raymiz, yolvorib so'raymiz. Apam bilan qo'shaqarib farzandlarning huzurlarini ko'rsinlar, nabiralarning huzurlarini ko'rsinlar. Bizlarning boshimizga bosh bo'lsinlar, soyabon bo'lsinlar. Mehr oqibat bo'lsin, baxt bo'lsin, oqibat bo'lsin. Alloh hamisha madadkor bo'lsin. Amin. Yüzge kırsınlar koşun. Bağlarını versin. Kutunan bağlı takmışa bir nevaralar taşlamıyor. Çin kutuna uydurmuşa bir neydi o. Aynı kudat mı? O pırlameti hafiften nagırı bu. Anam tü. Kim az? Avayanda mı? Çüş para fırı gibi. Yok karasa gözüm oynadım attım zora oturup. Canlıga attım başkalarında yok. Ya çoktan dedi. Birin değil de bundaklar. Yedi bir yok olaydı dedi. Başka. Aa bunda. Bu dedi ötürmeme dedi. Yüründü ama kesin var. Göçten orası buraya uzat geldi. Töyde yakın kılıp duruş gerek. Böyle yarım saat bekledik. Hadi. Ostasına geldi. Böyle yarım saat bekledik. Müzikleri koyuyor. Madem kolay. Ha. Tamam mat. Sen dedim ha dedim. Fırmalı. Anaklı dedim anak dedim. Vurduk. Doktor ettik. Bir yıl böldü mü dedim. Hani isim oğlum. Hamurlarımız yolda düştü. Vurayım dedim. Boşladık. Boşladık. Ben ettim. Moşum oldu dedim. Haydiysem dedim. Ha, bu mandan oldu çıktı. Çıksak yok mu? Sonra böyle kettik dedim. Bunu özür işlesin. Ama kettik öldü mü daha okula koydu. Ahırlarımıza çıktı. Ama gelin halı çıkmadı. gelin çıkan yok da. Çıkmak yok. Hayır, Fotoğrafıyken iş zaman yok. Madem Selman tamam kapıda öldü diye. Mangam ne kadar onu verdi de bu. Bunu da gapirdi. Ya. Gapirdiysem gapir. Hiç kimin kurduğunu korsayım. Çakın dedim korsayım. Ayası tezgörü. Ha, tüyadi. Tüyhona sen dönük. Tırnayken kışkına böyle zor. Yerlerdeki. Yok. İşte bu ikisi buydu da kadar sokan oldu oradan bunu iki bir dar sokan oldu. O da çok şuna çıktım ben şimdi. Vardı bir de odan boğdu. Buraya yolda okuyaladı yok sarkatı. Aile buyursun. Bunlar ötürdü. Davul bir İstanbul'a sinsin mi oldu? Uzak ustamlar. Uzak an köy vurdum kalktı ki. Gördüm tavada yapmadı. Tavada.
ishni so'lib, yo'lmada chiqadi, duttish ayni shu. Bak, o'sh aku, yagunchiz va o'sh mizra. So'li bo'y. Hayloyim. Abudash. Muborak shul. Video bakıtası illa bakıtası. Ha. Yagunchiz ko'rdi o'timi? Ha. Gelsene de. Xudo quvvatiyat, umr daroz, farog'iyat mana bu nabira, abira, chavira bag'rashpak, kayfkara qanday bo'lsa kerak gardito. Kanjar o'z nabinito. Ha, ama o'tkinchi yaglasa g'animat degan hech narsa. Ha, davay. Shuni ham ko'rdim bar o'shga. Pir badavlat shayton, kelin qati. Xudoy bala chag'otuna beniton. Faqat har doim qanday bo'ldi qalagan deton. Qavoq dimoq nashavat. Grito. Rahmat. Ama uchimi igrim grito. Aka yüzge kızlar. İlahi. Rahmat. Hamma bu ko'rashga olmaz. Niyatlash bilan berish. 150 kaşına mı aldırak mıyım? Garim katta. Bu başka Mustafa. Ankara. Bu başka Mustafa. Bu Mustafa var mı? Eski jurnalist. Ha bayağı her şey farklı bollar gibi. Burada kışlarda Sevmez. Sultanlık. Hamilesi bilmem ama Mustafa degan şehirde Birinchi Savxoz babayı İkta oğlu var. Fark ettiğim bana değil. Bak Saraş mahalla komitet şu mana endi bo'dqa akrash Jabbo. Armiyasiga jo'rasizmi? O'shani o'g'li nabirasi Dilmurod Povur. Aslında nabirasi Dilmurod Povur. Mana söyle. O'shani o'g'li mani kuyovim bilan bu pochcho bo'ladi. Apasini olgan. To'ygan bo'ldi. Savdiyaga partner bilan boradi. Umar. Sen hostesdeki Umar otasi ota bilan armiyada urushda Dilmurod Umarning otasi armiyada birga xizmat. to'yga raftovdan. Hop, mo'yam. Taqoy cho'ring burada. Umar Banqaraydan katta mamlakat. Tolga mana joyda birga boradi. Men to'g'ri kirib birga boradi. Men bo'y barim bilan uni otasi birga xizmat qiladi. Ben şu uyumlu okuyordum, uyumlu ortasını kolundan kapsaydı. Avlina nesin bu? Asma. Ne çorak? Davulana lübay kaçan kızgaydı. Lübay nana. Laç kıradı, ayağın üstüne olmaydı. Yok, doğru. Doğru aytdım, doğru aytdım. Lekin, barpa